Assalomu alaykum, hurmatli Drive tomoshabinlari. Sizlarga bugun o'zim 20 gün taxminan haydagan Haval Julian avtomobilini qisqacha obzor etib o'taman. Bu mashinani men 20 ga haydadim taksida. Mashina yili 2022, почти 270 ming kilometr yurgan. Mashina haqida o'zim fikrimi, kamchiliklari, plus minus taraflarini qo'ldan kelgancha sizlarga tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, shu mashina haqida o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olsangizlar bo'ladi. Bu mashina O'zbekistonda ofisial sotib turibdi. Adashmasam 270-280 dan 300 milliongacha, 300 milliondan sal o'tsam kerak ofisial sotiladi Haval. Hozir ko'p odam qiziqib turibdi, Havalni olib turibdi ko'p odam. Qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirsangizlar, xudo xolasa to'liq ma'lumot berib o'taman. Do'stlar, men Moskvada taksi faoliyatini olib boraman, taksida ishlayman. Har xil mashinalarni haydaganman. Endi bir chetdan xudo xolasa tez-tez har xil mashinalarni endi olib, o'zgartirib, qo'ldan kelgancha sizlarga obzor etib, tushuntirib berishga harakat etaman. Sizlarning mashinalar qiziq bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa bugun sizlarga shu Haval Julian avtomobilini qo'ldan kelgancha obzor etib beraman, o'zim fikrimni aytaman. Bu videoda faqat meni fikrim, meni o'ylaganim, meni opitimda bo'lgan voqea hodisalar shular bo'ladi. Men birovning fikri menga qiziq emas. Shuning uchun bu videoda faqat meni fikrim bo'ladi. Meni точка зрениямdan. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlarmi aytaman. O'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentariyada yozsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa obzorni boshlaymiz. Do'stlar, videoni mashina salon qismidan boshlaymiz. Salon qismini ko'rib turganingizda yana oldi taraf meni bo'yimga moslanib turibdi. 1.80 meni bo'yim. 1.80 moslanib turibdi. Endi orqasındagi joyini qaranglar. Orqasi вообще keng. Bu o'rta razmerli crossover bo'lsam, nishat o'tirsangiz ham joyini qarang. Orqasida meshta вообще ko'p. Bu maksimalniy komplektatsiya emas, lekin перед maksimalniy desak bo'ladi. Lyuk yo'q. Endi bular maksimalnisida bormi yo'qmi bilmayman. Maksimalniy komplektatsiyalarida bundan farqi ayolda orqasi tortadigan versiyalar ham bor ekan. Keyin biznikida lyuk yo'q. Arka passajirlar uchun podogrev sideniya, avto chiqib tushadigan oynalari, vozdux deflektorlari bor, 2 dona zaryadga qo'yish uchun telefonlarni, boshqa narsalarni, USB radiomlari bor, podlokotnik. Qo'l qo'yib o'tirsangiz bo'ladi, pastakanliklari bilan bor. Orqa qismi keng. Mashina saloni keng. Doğrusu, masalan, bizning Trekkerga qaraganda sal kattaroq, Equinox'larga qaraganda sal kichkinaroq razmerdadan, lekin orqasi keng. Udobstosi zo'r passajirlar uchun. Shu narsasi yoqmadi mana shusi, prostoy oddiy lampochka qo'yganlar, svetodiodli emas. Mashina boshqa hamma joyda svetodiodli. Kojazam, полностью kojazam bilan obshipka bo'lgan. Sifati zo'r. Doğrusu, men mashina salkam 300 ming yurib bora, 270 ming yurdi почти. Doğrusu, kitayskiy mashinaning kojasini sifati bu darajada yaxshi bo'ladi deb o'ylamadim. Ko'p mashinalar 200 mingdan keyin уже kojalari chitirab, sifati qochib boshlaydi. Buni kojasini sifatini turishini qarang. Toza mashinnikindi. 3 tomonlama menga doğrusu obshipkalarning sifati, kojalarning materiali, ishlanishi sifati zo'r, menga yoqdi. Ishqilib passajir sifatida meni fikrim zo'r, положительный. Endi eldan o'tib eldi qismini ko'ramiz. Endi eldi qismina keladigan bo'lsak, men eng birinchi shu mashinada yoqmagan narsasi birinchi o'rinda yana shu ruli bo'ldi. Rulning ishlanishi neudobniy. Keyin funksional tomonlama funksiyasi bor. Mexanik rejimda skorost almashtirish uchun plus minus shunday funksiyalari bor. Lepistki, podrulovoy lepistki deb aytiladi. Bu narsa doğrusu расположенияsi, joylashuvi вообще neudobno joylashganda. Har xil manevr qilganingizda, mashina rulini burganingizda, boshqa aytganingizda xalaqit beradi. O'zining joyida emas. Keyin rul pastga chiqib tushadi, lekin ichkariga kirib chiqmaydi. Kirib chiqmagani hisobına sideniyasi o'zingizga более-менее настройка etasiz, lekin rulni o'zingizga to'g'rilab bilmaysiz. Именно meni bo'yimim, meni komplektima sideniya bilan rulni men 100% o'zimga udobniy qilib
maslab o'tirib bilmadim. Boshqa ko'p mashinada o'tirganman, lekin imine shu havolda o'tirib bilmadim. Keyin multimedia hamma narsasi monitorida и shu klimat kontrolni управленияsi ham 90% monitorda. Вообще неудобный narsa. Shu narsasi ham menga yoqmadi. Endi har kimning fikri har xil, lekin men именно meni использованиемda men yoqmadi men doğrusu. Shunda desa temperatura настройка shu menyuga girish kerak, уже неудобный, ekrani bo'lashib, barmoqingiz bo'lib qoladi, boshqasi. Воздуха deflektorlarni joylashuvi ham men doğrusu yoqmadi. Chiroyli, zo'r ishlangan, lekin joylashuvi, ergonomika tomonlama menga yoqmadi. Keyin priborimiz ham sifroy pribor, HDAP displaylari bor. HDAP displeyi yuqorida turadi. Doğrusu funksional tomonlama uncha yaxshi emas, xira. Mutni ko'rsatadidan tiniq emas. Mana shu tomonlama doğrusu savollar bor. Menga yoqmadi, почти ishlatmadim. Yanib turadi, lekin menga qarab e'tibor berib chalg'iysiz. Nechun desa, g'ubor bo'lgan hisobini siz uni aniqlamaguncha vaqtingiz ko'proq ketib qoladi. Keyin qalin, zo'r ishlangan eshikni qalin o'tirganmi? Keyin bunda zafiksировать bo'lib turadi. Mana masalan bir положениеda qo'ysangiz, ko'p mashinalarning o'zbeklanib ketmaydi, ilishib turadi. 3 xil положениеda tursa kerak adashmasam. Shunday. Saloni keng, qo'jasining sifati zo'r, passajirlar ergonomika вообще zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Mana shopirning qo'jasini qarang, shopir o'tiradigan. Sifatini qarang, zo'r, chotga turibdi. Почти ideal holatda. Salkam 300 ming yurgan mashina. Bizani doğrusu Malibu nalar qiyilib boshish, shu qiraqlari qiyilib. Buni sifati zo'r, toza mashina ekan deb turibdi, bir himchis ketsa ajoyib. Keyin bunda полностью 4 tane aynasi ham avtomatik rejimga chiqib tushadi. Bokovoy inlanadi и управление боковой. Старт-стоп кнопкаlar yanadi. Полностью цифровой прибор. Короче, bunda yanında lidari bor. Cruise control, adaptivniy cruise control funksiyalari ham bor. Masalan, mashina trassada ketib qo'yasiz, 100 km tezlikka qo'yasiz. Eldingizdagi mashina bilan расстоянияsi и удержание polosani tutib turish funksiyasini yoqasidan ketaverasiz. O'zi polosani da более-менее to'g'rilaydi, eldinda yurgan mashina qarab yuradi, to'xtasa to'xtaydi, razgonasa razgonaladi, 100 km tezlikka chiqib to'xtaydi. Keyin yana aytib o'tgandim, narsa управленияsi doğrusu sal неудобный. Bunda faqat o'chirib qo'yish, yoqib qo'yish funksiyalari bor. Atak mayda-chuyda настройкасini menyudan настройкаdan ekrandan qilasiz. Rul aytib o'tgandim, неудобный, eng yoqmagan yeri rul. Keyin yana eng yoqmagan yeri yana shu shaybasi. Вообще неудобный, doğrusu bilmadim endi kimga yoqadi. Menga doğrusu yoqmadi. Har xil vaziyatda biz taksi haydagandan keyin shahar ichida, dvorlarda, trassalarda, har xil joylarda mashina haydaymiz. Неудобный. Ko'p manevr, ko'p движение qilamiz, неудобно. Shuning uchun doğrusu menga bu narsa to'g'ri kelmadi. Keyin bu yerda HDAP displeyli bor, yurgan vaqti yanadi. Keyin yana bir funksiyalari, shopir passajir remenni taqmayincha mashina yurmaydi. Dig'a qo'yasiz, remen taqmasangiz rushnoy tortib turaveradi, yurmaydi. Keyin bu 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan robot korobka, adashmasam 7 pog'onali 140 nechadir ot kuchi. Расходы средний 8 litr, 8,5-9 litr atrofi 92 benzin расход etib turibdi. Mashina yana yoqqan yerlarning birisi, gabaritini zo'r sezasiz. Bokovoylari katta, удобный, ko'p mashinaning bokovoylari neudobniy bo'ladi. Bokovoylari katta, удобный, ko'p mashinalarning bokovoylari neudobniy bo'ladi. Lobovoy stiklosi ham zo'r, katta, lekin yana shu stoykasi vidni, obzorni sal kamaytiradi. Shuning uchun e'tiborli bo'lib qaramasangiz, mashinaning obzori, gabaritini oldiniz sezish sal qiyroq, lekin orqasini zo'r sezasiz. Pol 360 gradus kamera, avtoparkovka, hamma funksiyalar bilan jihozlangan. Elektronika tomonlama mashina maksimum jihozlangan elektronikada. Keyin men eng yoqmagan yerlardan birisi yana
Dvornikni birinchi skorta qo'yib bo'lmaydi, avtomatik rejimda qo'yasiz. Bir ishchida, bir ishlamaydi. Datchik dajda yomg'ir datchiki bor, o'zi qalin vaqtda ishlab, qalin vaqtda ishlamaydi. Birinchi skorta qo'ysangiz, kerakli rejim tanlab berib, faqat ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi skortada qo'yish kerak. Shu tomonlama menimcha yoqmadi, neudobstvasi. Aytib o'tganimdek, shayba, rul neudobstvasi. Lekin shopini o'tiradigan yeri pasatkasi zo'r. Bardachoklar ham katta, keyin bu yerda postakannik, chuqur, katta podlokotniklari bor, keyin mayda-chuydalarni qo'yadigan joylari и беспроводной zaryadka. Telefonlaringizni беспроводной zaryadkada qo'ysa bo'ladi. Eshiklar ham apshipkalar, koja bilan apshipka bo'lgan. Buni ham qaranglar, sifati zo'r. Mashina salkam 300 ming yurgan zo'r sostoyaniyada. Keyin shu faqat shopper ish sideniyasi elektronli regulirovka bilan jihozlangan, oldi orqa baland pas и spinkasini regulirovka qilsangiz bo'ladi. Keyin bu yerda освещение, svetni nalari, regulirovkalari bor. Mana shunday salon tomonlama shunday funksiyalari bor. Men degan mashina komplektatsiyasi почти maksimalni bo'lgani uchun 18 lik diska. Bu yerda prostoylari bor. Oddiy komplektatsiya, тряпочный salon, mexaniskiy pribor bo'ladi. Adashmasam bular 270 million O'zbekistonda. Lekin korobka motori shu. Keyin buni oldi xrom bo'ladi. Endi xrom Moskvani sharoitida to'g'risi yeyilib qoladi. Farlar ham chiroyli, освещенияsi ham yaxshi, lekin ближний освещенияsi bilmadim, menimcha yoqmadi, sal slabroq. И datchik parkovkalar ham уже balki mashina ko'na bo'lgani uchundir, birsi ishlab, birsi ishlamay, 100% to'liq ishlamaydi. Mani haydagan mashinada shunday bo'lishi mumkin. 360 kameralari, datchik slepoy zona, bokovoyinda qizadi и slepoy zonalar ham bor. Yaningizda mashina esa sariqib yanadi. Keyin kamera задний вид, полностью paktroniklar bilan jihozlangan. Orqalar ham chiroyli ishlangan, farlar ham yoqadi to'g'risi. Keyin bag'aj sal kichkinaroq. Oddiy xo'jalik uchun mayda-chuyda o'zingiz kerak-keraklarni qo'ysa bo'ladi, lekin bag'aj sal kichkinaroq. Bu yerda zapaskasi, polni dagatka emas, polni zapaska. Ruchni ochib beklanadi. Keyin ko'rib o'tganingizdek, xromlari Moskvada ko'p tuz chapadilar, shuning uchun xromlar tez yeyiladi. Rajosa bularni qaraytirsa cho'q ketishadi mashina. Keyin yana çift funksiyalar. Radar oldinda, shu radar yo'lni o'qiydi, oldindagi mashina qarab движение etadi. Adaptivniy cruise control deb aytiladi. Bizlarda bir ikki tushunmaydigan chala blogerlar buni avtopilot deydi. Avtopilot umuman boshqa narsa, bu prosta adaptivniy cruise control. Yana bir minuslardan biri dvornikning ishlashi uncha yaxshi emas. Bu neudobni ishlangan. Dvorniklarni qalan, balkim yaxshiroq dvornik qo'yib nastroyka qilsa, yaxshi ishlashi mumkin. Dinamiklarni ishlashi zo'r, to'g'risi polni zvukda qo'yib, yaxshi sifatli muzikani qo'ysangiz, dinamiklarning sifati menga yoqdi, normal. Masalan, stokoy o'rtacha mashinalar uchun normal ishlaydi. Keyin bu yerda zaryadga qo'yadiganlarimiz bor, mayda-chuyda qo'yadigan razyoningiz ham bor. Passajir sidin ham toza mashinanikidek bo'lib turibdi. Umuman qirilgan, chizilgan, qiyilib qolgan joyi yo'q. Zo'r holatda. Mashina to'g'risi, meni fikrim, xotin-qizlar uchun dim zo'r mashina. Men xotin-qizlar, ayol kishilarga yoqadi deb o'ylayman. Erkak kishiga kamroq. Shunday desam, murskoy emas. Ko'rinish tomonlama, salon, boshqasi tomonlama erkak kishiga uncha yarashmaydi deb o'ylayman. Bu meni fikrim, balki boshqa svetda qora, jonli seriya svetlara qo'ysangiz balki yarashishi mumkin. Atak, meni fikrim, bu mashina xotin-qizlarga idealni. Xotin-qizlar uchun gabariti, razmeri, razgon, dinamikasi ham zo'r. Ekonomishli, udobli mashina. Keyin maksimal komplektatsiyada polni oldi, orqasi startadigan versiyalar ham bor. Gabaritini ozgina haydaylik sirada ko'nikib ketasiz. Mashinani tamom katta emas, lekin tamom kichkina mashina emas. Trekkerdan sal kattaroq, Equinox'dan sal kichikroq. Tormoz tutishlar ham yaxshi.
Lekin bas peydimen deseniz, dinamik işleyen peydimen deseniz doğrusu sedan maşinlara geladi, onu yok. Bu spokojniy, ağır, basık, akkuratli, maşina ko'p narsa talab etmiyor. Yezdaviy karakteristikasi, skorost, dinamikasi siz uchun birinchi o'rinda bo'lmasa, mashina ko'p narsa talab etmasangiz zo'r. Atak qatin tezar uchun mos tushadi deb o'ylayman. Agar obzorimiz yoqqan bo'lsa, qo'ldan kelgancha obzor etdim. Videoga like bosinglar. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldinglar. Xudo xolasa, yonda yana boshqa mashinalar ham bor. Bularni xudo xolasa arenda olib ishlaymiz. Bu mashina Moskvada Comfort tarifinde yuradi. Boshqa viloyatlari, Rossiyaning boshqa viloyatlarida Comfort Plus tarifinde ishlasa bo'ladi. Agar kimga arenda mashina kerak bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Xudo xolasa, ishonchli taksopar usloviyalarini tushuntirib beraman. Uygun usloviyada arenda mashina olib ishlasangiz bo'ladi. Do'stlar, Drive kanalına podpisatsiya bosib, videolara like'larni bosib qo'yamiz. Xudo xolasa toza obzorlarni chiqaramiz. Hammaga rahmat.